Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Savol: bir inson namoz ham o'qisa va spirtli ichimliklar ham ichadigan bo'lsa, unga sen namoz o'qimagin, masjidga kelmagin, bu musulmonlar uchun deb aytsak bo'ladimi? Shu spirtli ichimliklar ichmaslik uchun deb so'rabdilar. Demak, biz bu yerda ikkita narsaga to'qnashib keldik. Bir inson namoz o'qiyapti-da, shu bilan birga bir harom ishni qilyapti. Demak, biz mana bu munkar ishni to'xtatishligimiz kerak. Bunga nasihat qilishligimiz kerak. Agar biz buni masjiddan uzoqlashtiradigan bo'lsak va bizni yonimizga kelishlikdan uzoqlashtiradigan bo'lsak, bu masjidga kelmaydi-da va musulmonlardan uzoqlashadi-da, aroq ichib yurishligida davom ettiraveradi, balki namozni ham tashlab yuborishligi mumkin. Shuning uchun bu bir inson bir haromga qattiq kirishib ketgan bo'lsa, buni bir kunda darrov spirtli ichimligini erta kuni tashlaganda to'la namozga o'qigin deb aytadigan bo'lsak, bu mashaqqat bo'lishi mumkin. Biz mana bu insonni qo'ldan ushlab, bunga doim nasihat qilib, aroq ichmaslikka qattiq tirishadigan bo'lsak va doim yonimizda ushlab yurib, namozga kelgan masjidga chaqirib, masjidda bunga nasihat qiladigan bo'lsak, bu inson mana shu yerda o'ynanadi. Agar bir inson xato qiladigan bo'lsa va bu xatosi sababli biz uni yonimizdan haydab yuboradigan bo'lsak, bu xatosida davom etib yuraveradi. Balki biz bu insonni qo'lidan ushlab masjiddan haydashlik emas, balki ko'proq kelishligiga undab, masjidda ko'p o'tirgan sari bu inson masjidda spirtli ichimligini icha olmaydi. Masjidda ko'p o'tirgani sari ibodatga beriladi, harom ishlardan uzoqlashadi, ibodatda kuchaygani sari Alloh taolo buni qalbini ochib, bu harom narsadan tashlab yuborishlikka bir yordam va sabab bo'ladi. Shuning uchun biz mana bu insonni bo'lsin, bu spirtli ichimlik ichadigan inson bo'lsin yoki boshqa bir inson bo'lsin, qaysidir bir gunoh qilishdan qat'iy nazar hech qachon Allohning masjididan uzoqlashtirishligimiz kerak emas. Balki masjidlar bu hidoyat o'rinlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobiylarni tarbiya qilishlikda katta universitetlar, institutlar, kollejlar, maktablar ochmaganlar. Balki mana bu masjid mana shu dunyoni mashriq va mag'ribini fath qilgan sahobiylarni tarbiya qilgan joy mana shu masjid bo'lgan. Biz farzandlarimizni tarbiya qiladigan eng birinchi va eng afzal joyni masjid deb bilishimiz kerak. Ammo musulmonlarni masjiddan uzoqlashtiradigan bo'lsak, ba'zi gunohlarni qilib qo'yganlarni uzoqlashtiradigan bo'lsak, bu xato. Masjid insonni to'g'rilaydigan, insonni isloh qiladigan joy. Shuning uchun bu insonni namoz o'qisa-yu masjidga kelayotgan bo'lsa, xursand bo'lib, masjidga ko'proq olib kelib, balki masjiddan chiqarmasdan ko'proq o'tirishlikka majburlaydigan bo'lsak, bu inson arog'ini ham tashlaydi va Alloh taolo mana shu hidoyat bo'lishiga sabab bo'lib qoladi. Alloh taolo mana shu harom narsadan chetlanib namozxonlardan, musulmonlardan, mo'minlardan bo'lishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz.